Assalomu alaykum akalar. Yevropaga kelib ish boshlab olgan akalarimizga tentovkani qanaqa qilib ochib yopib, remellarni galstuk qilib baylash haqida bugungi videomiz bo'ladi. Xudo xolasa qisqacha qilib ma'lumot berib ketishga harakat qilaman akalar. Xo'p, akalar, kelganmiz, Mers Actors qabul qilganmiz, ishlaydigan firmamiz Vlantana. Xudo xolasa akalar, kanalga obuna bo'linglar. Videomiz manfaatli bo'lsa, akalar, birinchi o'rinda yonboshini ochishdan oldin bularning simi bor. Hozir ko'rsataman akalar. Tros simi bor. Shuni chiqarib olamiz. Uni xo'p akalar, bir chekkadan tortsak, sekin tros kelaveradi. Xo'p akalar, mana tros chiqarib oldik. Hozir buni o'rab, o'zini joyi bor. O'sha yerga baylab qo'yamiz. Xo'p akalar, mana yonboshdagi trosini chiqarib bu yerga baylab qo'ydik. Mana shu quti haqida ma'lumot berib ketaman akalar. Agar mabodo mashinani persepga qilib almashtirganingizda, mashinani dokument hujjatlarini shu yerga tiqib qo'yasiz. Qabul qilganingizdan keyin mana shu yerdan dokumentlarni olasiz. Xo'p akalar, keyingi o'chiritda remellarni yonidagi remellarni to'liq yechib chiqamiz akalar. Mana shu holatda yechiladi. Juda oson akalar. Agar videoga olmasdan harakat qiladigan bo'lsam, 10 minutda ochib tashlayman yonboshlarini. 10 minut vaqt ketadi men uchun. Lekin kelganda rosa qiynalganmiz akalar. Chunki kimdir rev haydaydi. Kimdir bu sohaga aloqasi yo'q, keyin harakat qilib kelgan. Shuning uchun bu o'zimga o'xshagan yangi kelganlar uchun bu video qanaqadir manfaatli bo'lsa, akalar, kanalga obuna bo'linglar. Halicha stajimiz ham yo'q videoga olish bo'yicha. Keyin bilganlarimizni o'rgatib borishga harakat qilamiz. Oldin kanalim bo'lgan, kanal yurgizganman, shuning uchun yana davom ettiryapman. Podpishka qilib, like bosib, kanalga obuna bo'linglar akalar, qilaman. Xo'p akalar, yonboshda ochib chiqdik polni. Endi shu yerda yana qaytisi bo'ladi. Shuni tortib, shuni bir surasiz orqaga bo'lib ketdi, mana ochildi akalar. Ko'rdilaringlar, shuni bitta pastga tortib bo'shatasizlar. Mana shuni mana labirib tortib, yana ezasiz, yana tortasiz, yana ezasiz, bu bo'shaydi. Mana bu yerda o'zini oltasi bor, mana tortasiz, bu yerdan chiqadi. Va buni tepadan ham chiqarasiz. Bu ochildi mana. Perseptichi ham bardagi, hozir buni ham qanaqa tortishlarni o'rgataman, galstuk qilib. Shu holatda ochiladi akalar. Bo'ldi, ketdi. Yomg'ir ham yog'yapti. Sekin maydalab endi oxiriga yetkazib qo'yaylik. Shu holatda akalar, mana tortasizlar kelaveradi. Yonboshini ochasizlar, shu joydan ushlab turib tortasizlar, mana kelaveradi. Mana ochamiz. Mana mashinani ba'zi qo'lni ochib yopishga to'g'ri keladi akalar. Qo'lni ochib yopasiz ketaveradi. Bu tomonda ham xuddi shunday holatda bo'ladi. Xo'p, mana shuni mana shu yerdan bir tortib chiqarsalaring bo'ldi. Bu tomonga ketadi akalar. O'shanda ochib yopaverasiz. Hozir yomg'ir yog'yapti, shuning uchun o'ta patronlik qilishga bo'lmaydi. Keyin yonbosh qo'lni ochib taxtalarni olib, mana shu tomonni bir chekkadan yalang'och qilib berasan desa, bularni shuni ko'tarsalaring chiqaveradi va buni pastga bosib bir tortsalaring akalar, mana shu yerdan ajrab ketadi bu. Ajraydi, o'ng tomonga yo chap tomonga bemalol g'ildiratib ko'rasizlar. Bu ham qimillaydi. Joyini siltasalaring bo'ladi. Mana shuni tortib, o'ng tomonga yo chap tomonga bemalol surib tashlaring bo'laveradi akalar. Mana joyiga qatirib qo'yaman. Xo'p akalar, ishlar bitgandan keyin yana tortamiz dakansa buni. Ob-havo ham zo'r ketyapti, lekin akalar, yomg'ir yog'yapti. Lekin videoni oxiriga yetkazamiz akalar. Yomg'ir yog'sa ham hamma ishda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Shuni yana joyiga kirgizasizlar akalar. Ham videoga olib, ham ish bajarish ozgina qiyin bo'ladi. Ko'rdilaring akalar, yarib tushmadi. Demak, yana qaytadan chiqaramiz. Buni dakansa tortamiz. Xo'p akalar, menga o'xshab Yevropaga kelib sekin o'zlaringiz yo'llarni topib olasizlar-da. Dakansa ko'taramiz va tushiramiz. Xo'p akalar, ketdi dalshi. Mana eng qiziq joy. Mana shu yerga maza qilasiz, mana. Tortasiz o'zi polni kelaveradi akalar. Mana ko'rinyaptimi? Tortgandacha tortib yuzib olish shart emas. Bitta odam kuchi yetadigan darajada bitta tortasizlar bo'ldi. O'zi tarang qilib tortadi mana. Tarang qilib tortildi. Xo'p, videoga olinayotganda ozgina syomkasida kamchiliklari bo'lsa, akalar aytib yurmaysizlar, harakat qildim. To'liqroq kadrda olib, tortib qo'yishga. Endi hali bizning podpishchimiz ham ko'p emas kanalda. Xudo xolasa sekin-sekin podpishchilar ko'payib, biz ham milliontaga chiqqanimizda, xudo xolasa kimdirga aka, buni videoga olyapman, ushlab turing desangiz, orinmaydi-da. Nechta podpishching bor desa, 1000 ta desangiz, sen hali bloger emas ekansan deydi. Ko'pchilik shu sizni podpishchingizga, prosmotringizga, prosmotr zo'r ketadi akalar. Prosmotrga gap yo'q, lekin kanalga obuna bo'lib ko'rsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi akalar. Kanalga obuna bo'ling. Qanday yetgan bo'lsak akalar, xuddi shunday yana mana yonboshini qatirib chiqyapmiz. Keyin yana ash trosini, agar mabodo siz yukingiz plombali bo'lsa, trosini tortib plomba qilasiz. Hozir uni ham ko'rsatib qo'yaman akalar, qanday o'tirishlar. Bilganlarga oson, bilmaganlarga to'g'risi mana shu narsa ham qiyin-da. To'g'ri, remon ochib yopish, tros qanday tortish, bilganlarga oson, bilmaganlarga qiyin akalar. Bu ma'lumot o'zimga o'xshab Yevropaga yangi kelib, direksion pul topib, bola chaqaga jo'nataman, tirikchilik qilaman degan akalar uchun. Bilganlar kommentariyaga o'zlaringda bir iliq fikrlaring bo'lsa yozinglar, bo'lmasa
so'kish shart emas. To'g'risida. Buni hozir chiqarib tashlang. Xo'p, akalar, mana ochdik, yopdik, bekitdik, joy-joyiga qo'ydik. Endi hozir trosni ko'rsatib o'tib ketaman. Akalar, mana tros kimdir bu yerdan o'tkazadi, kimdir bu yerdan o'tkazadi, farqi yo'q. Qaysi udobniy bo'lsa, shunday o'tkazsangiz bo'laveradi, akalar. Vakansiya kelgandan keyin tros mana buni qaychidan o'tkazasizlar. Qaychidan o'tkazib, akalar, dalshi tagidan olib kelib, bu joydan o'tkazasizlar. Buni ochib olganda ochib qocha olmaslik kerak. Ikkinchisi yana bu yerdan o'tkazasizlar. Mana bu yerdan o'tkazib, ikkalasini bitta qilib, baylab, plomba qilib qo'yasizlar. Endi akalar, ichiga chiqamiz endi. Taran, bardak. Hozir bitgandan keyin ko'rsataman akalar. Mana galstuk qilib, bu kecha vigruska qilganmiz. Kechqurun bo'lganligi uchun yarim kechasi eringanman, charchagan bo'lganman. Parkovkaga shunday kelib dam olganman. Nima uchun? Chunki shu haqida ham bitta video qilaman. Bizni kuzatuvchilar uchun, Yevropaga yangi kelmoqchi bo'lganlarga va kelib faqat ref haydab boshqa firmaga o'tib tent haydamoqchi bo'lgan akalar uchun ma'lumot. Hozir galstuk qilib, chiroyli qilib baylab ko'rsataman akalar. Xo'p, kanalga obuna bo'lmay ko'rayotganlar akalar obuna bo'lib qo'yinglar. Bu obunachimiz ko'paysa motivatsiyada odamga. Ozgina yana yangi videolar chiqarishimiz uchun sabab bo'ladi akalar. Xo'p, akalar, mana shuni galstuk qilib baylash kerak. Bu tomonni qaranglar. Endi bu tomonni. Zagruskaga kelganingizda ham pritsepingiz akkuratni turadi, ham chiroyli bo'ladi, ham xalaqit bermaydi. Shu yerdan shunday bo'shatib, shu yukni ustidan shunday tortsangiz o'zi chiqib kelaveradi. Endi hozir shuni qanday baylashni ko'rsataman. Bitta o'zim bo'lganim uchun videoga olish ozgina qiyin bo'lyapti. Xo'p, akalar, ko'rinayotgan bo'lsa, hozir kamerani amallab o'rnatdim. Shu holatda uni akkuratni qilib orqasidan o'tkazib tortamiz. Tortamiz akalar. Keyin orqasiga o'tkazamiz. Shu holatda yana qayra olamiz. Bundan teng bo'lsa chiroyli chiqadi akalar. Buni bo'ynidan o'tkazib, tepaga tortamiz. Buni ham orqasidan o'tkazib, shu tortib qo'ysalar chiroyli bo'ladi. Yana ko'rsatib beraman. Ko'rinayotgan bo'lsa bo'ldi akalar. Kuzatishda davom etadi. Allohning mehriboni tashqarida tashqarida syomkamiz tugadi, yonib qoldi. Vakansiya mana. Bu orqasiga o'tkazib, vakansiya tortib, bu orqasiga o'tkazyapman va yana tortyapman. Shunday tortashlar. Shuni ishga ketayotgan galstukda mana. Ishga tayyor. Biz ham mana ishga galstuk taqib boramiz. Galstukga qani botlar bilan barda bo'ladi. Keyin yana ma'lumot o'rnida aka. Ko'p shoferlarning yangi kelganlar bitta bilmaydigan tomoni, remen o'tkazishni bizga ham Rossiyalarda o'rgatgan, boshqa qilgan, lekin ko'pchiligimizga tushunmaganmiz. Qanday o'tkazish kerak? Esingizdan ham chiqib qoladi. Mashina qabul qilguncha. Akalar, mana eng yaxshi fishkasini o'rgatib qo'yaman. Qayga borsangiz ham, bir oydan keyin, bir yildan keyinmi, remen tushayotgan shuni olganingizda akalar, mana shu tomonini, mana shu holatda turgan tomoniga tashlaysizlar, bu yerdan o'tkazasizlar. Shu hech esdan chiqmasin. Bu tomonidan emas. Mana mashina sizlar o'zlaringizga bir fishka qo'ysalaring, bir yildan keyin, 2 yildan keyin, 3 oydan keyin qaydadir tentovga qabul qilib remen tortadigan vaziyat bo'lganda akalar, mana shu holat ushaysizlar o'zlaringizga. Mana shu holatda shu yerdan remenni tortasizlar. O'tkazasizlar. O'shanda bu o'ziga tortadi va bekiladi akalar. Mana shu holat bu yerdan shu tomonidan o'tkazasizlar akalar. Va bemalol kelib mana shu holatda, bu pastga ilingan holatda buni tortalarni o'zini o'zi o'raveradi akalar. O'rayapti. Mana o'raydi. Agar nabirib tortsalaring o'ramaydi. O'shaning uchun men yana qaytarib aytyapman, akalar, mana shu tomoni sizlar keyin uni chiqarish. Raf tortasizlar, bu yerdan qisib tortsalaring tikka bo'ladi. Shu tortsalaring chiqib kelaveradi akalar. Shunday teshib turgan holatda raf tortasizlar, shunday tortasizlar chiqib keladi akalar. Bu ham sizlar uchun bir ma'lumot o'rnida. Keyin siz bu yerdan mana tortyapsiz. Men endi to'g'ri kelish uchun akalar astik holatni qo'lingizda mashg'ulot o'tkazib shunday orqasizlar, aylanib ketmas. Aylanib ketmas. Nimaga? Mana bir xil bo'ladi. Mana bir xil bo'lsa, buni qiyshayib qolsa o'ralib qoladi. O'ralmaslik uchun mana shu holatda ushlab turib, mana
portlatdan takansa chalkashmaysizlar-da akalar, mana sholatni olsalaring chalkashmaysizlar. Bitta ko'raman, men ham olib aytdim. Mana sholatni o'tkazishim kerak. Demak, sholatni o'tkazaman. Rest tortaman. Mana. Tayyor bo'ldi. Buni qistirib, buni paketini tortib, o'raydi akalar. Uradi. O'ragandan keyin buni dakansa tortib menga qistirib qo'yasizlar. O'shanda boshqa qimirlagan boshqa bo'lganda bu sizdan chiqib ketmaydi. Ana o'zim tagiga tilib olib shunga qistirib qo'yasizlar akalar. Kameraga qanchalik to'g'ri tushyapti bilmayman, hali ko'rganim yo'q. Mana sholat bo'ladi. Yetib kelganingizdan keyin men yetish yana uni tagidagini tortasizlar. O'z holatga qaytarisizlar akalar. Va buni tortasizlar, men tortaman. Shunday men o'zi qiynalib chiqib kelaveradi akalar, ajrab. Va keyin buni joyiga ilib qo'yasizlar, deyman. Va davom etamiz akalar. Bu video manfaatli va sizlar uchun qanaqadir ma'lumotga ega bo'lyapsizlarmi? Обязательно kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana yana takamizda orqamiz endi qo'lni olib ketamiz. Shunaqa foydali ma'lumotlar, nimalarni tushunmayotgan bo'lsalaring, akalar bemalol kommentariyaga yozsalaring, ma'lumotlar berib ketishga harakat qilaman aka. Xo'p, akalar, mana galstukimiz bitdi. Tayyor qildik, chiroyli chiqdi. Cho'tkalarni bu tomonga yilib qo'yaverasizlar qator qilib. Adashmasam 15 ta bo'lish kerak. Davlat standartida 15 dona bundan, 15 dona bundan bo'lish kerak. Bu ugoloklaringiz bo'lish kerak. 22 tamikani точныйsini bilmayman, yo 22 ta yo 40 ta ham bo'lish kerak. Xullas, двойной yuradi. Xo'p, bular 2 dona, 3 donadan bo'ladi. Zagruzkadan keyin bir set orqasiga qatirib qo'yasizlar. Tamam, akalar. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.